Assalomu alaykum, ismim Javohir, 20 yoshdaman. Nemis tilini sentyabrdan beri o'rganib kelaman. Oxirgi 1 oy davomida Kamoliddin akani o'zini qo'l ostida Olmo akademiyasida Fulbrighting kursida qatnashdim va o'zim xohlagan B1 sertifikatiga ega bo'ldim. Nemis tilini olishdan va B1 sertifikatini qo'lga kiritishdan bo'lgan asosiy maqsadim Germaniyaga ketish. Germaniyada o'zimning soham, o'zimning o'qishim bo'yicha Ausbildung dasturida o'qish bo'lgan. Olmo akademiyasini esa o'rtoqlarim tavsiya berishgan. Bu qarorni tanlaganimdan juda xursandman va olgan natijamdan juda ham xursandman. Kurs haqida fikrlarimni aytib o'tadigan bo'lsam, kurs juda yaxshi bo'ldi. Bir haftada 6 marta 4 soatdan o'zimiz xatolarimiz ustida ishladik. Kamoliddin Mansurov ustozimiz ham ko'p yillik tajribalari bilan o'rtoqlashdilar va o'zimizga kerakli bo'lgan natijaga erishdik deb ayta olaman. Imtihonga tayyorgarlik juda yaxshi bo'ldi. Kursga kelishimdan oldin fikrlarim nemis tili bo'yicha, nemis tili imtihoni bo'yicha, OSD B1 imtihoni bo'yicha fikrlarim boshqacha edi. Kursdan keyin esa o'zimga bo'lgan ishonch ortdi va bu narsa qo'limdan kelishini ozgina harakatdan keyin eplashimni his qildim. Olmo akademiyasida Fulbrighting kursida qatnashishinglarni maslahat beraman. Olmo akademiyasi bilan to'g'ri yo'ldasizlar.